Assalamu alaykum. Xasillik dasturxon programmamizning aziz ko'ruvchilar. Program orqali ko'pchilik bilan ko'rishganligimdan xursandman. Bugungi programmamizda toza o'qishib, lag'man etib ko'raylik. Undaqda lag'manning ximirini yo'g'irish uchun ketadigan materiallar bilan tanishib chiqaylik. Bugungi o'lchamda taxminan 3-4 kishilik atrofida lag'man chiqdi. Aldı bilan undan 500 gram o'rta hol kuchliklikda un ishlatamiz. Ondan muzdek suvdan 240 ml, tuzdan 12 gram ketadi. Ximir yo'g'irish boshlashdan burun tuzni tayyorlab olgan suyimizga silib, tekshi aralashtirib, yaxshi eritib olamiz. Bundaqda tuzni yaxshi eritib oldik. Endi ximir yo'g'irishni boshlaymiz. Ximirni qo'limizda yo'g'asaqmi bo'ladi. Agar ximir yo'g'irish apparatimiz bo'lib qolsa, shuni yo'g'asaqmi bo'ladi. Unni ximir yo'g'irish apparatimizga silib, uning ustiga tayyorlab olgan suyimizni biraqli qo'yamiz. Qo'ygandan keyin cho'kimizni biraqli aralashtirib qo'ygandan keyin apparatga sap yaxshi bir ximirni yo'g'asaq bo'ldi. Qo'lda yo'g'asaqmi, shunda mush o'lchamda yumshoq qattiqligini aytib muvofiq chiqadi. Yaxshi ishlab bir ximir yo'g'irib olamiz. Bu apparat ximirni yo'g'irib bo'lgandan keyin 5 minutlar atrofida biz tinib olgandan keyin oldi. Ximirni ambalga ilib, shu videodagi ko'rinishga o'xshash mush holatda biz ishlaymiz ximirga. Undan keyin shu holatda shaklga keltirgandan keyin yuzini yaltiroq plastik yaltiroq bilan hem qilib yipib, yana 10-15 minut atrofida tindirib qo'yib qo'yamiz. Endi ximirimiz toza yaxshi tingandan keyin pilt qilishni boshlasak bo'ldi. Ximirni oldi bilan o'zimiz muvofiq deb qaragan cho'ng kichiklikda tekshi kesib olamiz. Kesib olgandan keyin uni suv yog'i bilan tekshi maylaymiz. Maylab olgandan keyin pilt qildiganga eng yaxshi qulay bo'ladigan shaklda shu videoda ko'rsatilgandek ishlab olamiz. Ishlab har birisini tayyor qilib olamiz. Ondan piltini yo'gab olgan qachimizning teginimi may bilan maylab tayyor qilib olamiz. Ximirlarimizni mush xil shaklda tayyor qilib olgandan keyin uni bir qachiq ilib, qurishib qilishni oldin olish uchun ching yaltiroq plastik yaltiroq bilan yipib qo'yamiz. Undan keyin birdan ilib pilt qilishni boshlasak bo'ladi. Endi mush xil shaklda birdan ambilimizga ilib pilt qilamiz. Piltimizning tom inchligini o'zimiz muvofiq deb qaragan tom inchlikda qilsak bo'ladi. Bekmi tom peti qopqamizmi, bekmi inchik qilib bo'ladi. Muvofiq tomliqda tekshi piltimiz bitgandan keyin uni maylab tigini sumay bilan maylab tayyor qilib olgan qachimizga mush xil shaklda yo'gab turib ilib olamiz. Mush xil shaklda davomli piltimizni ichib, qachimizga ilib olamiz. Astidagi bir qavat to'shqanda piltni yaxshi bir maylab etamiz yuzini. Ustiga yana bir qavat piltimizni yo'g'igan chaqda chaplashib qolmasligi uchun. Endi eng oxirgi bir tal piltini yo'g'ib oldik. Endi buning yuzini sumay bilan yaxshi maylab olgandan keyin og'zini hem yipib, bir yon qo'yib turamiz. Endi toz o'xshitib bir qo'rim qo'raylik. O'zimiz yaxshi ko'rgan ko'ktatlar bilan qo'rsak bo'ladi. Bugun ishlatmoqchi bo'lgan materiallarimiz qo'y go'shti, qora qerin quloq, baranga, g'o'lpiyoz, karabsha, pomidor, samsoq va zanjibil, qizilmush va ko'kmushlardan foydalanib qo'rim qo'rmoqchi. Undaqda bularning hammani to'g'rab tayyor qilib olaylik.
Şimdi şu qo'rmog'i barangi qo'shadigan vaqtimizda barangini bek ezilib ketmaskan desak, uni mushta bir to'g'rab, qachiq olgandan keyin muzdek suvga chilab qo'yib tursak bo'ldi. Endi samsaq zanjibillarimizni ushoq to'g'rab olamiz. Endi go'sht va ko'ktatlarimizni to'g'rab tayyor qilib oldik. Qazimizga mayni qo'yib, qizitib, qo'rimizni qo'rishni boshlasak bo'ldi. Qazandagi may toza yaxshi qizigandan keyin oldi bilan go'shtni silib yaxshi qo'raymiz. Bu go'shtni kavavichin, qarmush va tetim suv qatorliq tam tangshi go'shtlarimiz bilan toza yaxshi tamlantirib olamiz. Ondan ushoq to'g'rab olgan zanjibil va samsiqimizni solamiz. Undan keyin g'o'l piyozni silib, biza qo'rgandan keyin karabshini solamiz. Undan keyin barangining suyini to'kib, to'g'rab olgan barangimizni solamiz. Bu barangini qo'rib, bir qo'r hammasiga tekshi issiqlik o'tgandan keyin, undan keyin qora qerin quloqni ilib solsak bo'ladi. Endi bir qo'r toza yaxshi qo'rgandan keyin pomidor va pomidor qiyamlarimizni silib, yana davomli qo'raymiz. Qo'rimiz yaxshi bir qo'rilib bo'lgandan keyin uningga suv quyib, tuz ta'mini yaxshi tetib olamiz. Oxirida ko'kmush va qizilmushlarimizni silib, bir-ikkiini aralashtirgandan keyin qozonning o'tini o'chirib, tovuqni yepib qo'yamiz. Endi qo'rimizni qo'rib bo'ldik. Ko'rg'i suv ilib, suvni qaynatib qo'yib turamiz. Suyimiz qaynag'icha bo'lganlikda biz piltalarni tatib tayyor qilib olamiz. Endi sumu toza yaxshi qaynadi. Chiqirib olgan piltalarimizni inchiki tatib, suvga silib, pishirib olsak bo'ladi. Çöp toza yaxshi pishgandan keyin uni muzdek suvga elib, yaxshi chayqab, tahsillarga bo'lib elib olamiz. Endi tahsillarga çöplarni ilib tayyor qilib olgandan keyin uningga o'xshatib qo'rgan qo'rimizni qo'yib iste'mol qilsak bo'ladi.
Shundaq qilib toza o'qishtirib, lag'minimizni tayyor qilib oldik. Undaqda bugungi programmamiz mushu yergacha bo'lsin. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.